Beshinchi qiltaq emotion, Emotion degan nimasi? Hissiyot hamda. Odamda har xil hissiyot bo'ldi o'qiranglar. Bularni ochiqdan iborat bu hissiyot nəhayət xətərlik. Yoki xushalliqmi bir xil xətərlik hissiyot. Qandaq vaqt xətərlik desa, sizlar bek xushal bo'lib ketganda yoki bek ochiqingizda ketgan vaqtda sodir qaror qilgan qarorlaringlar chuqur xato chiqadi. Chunki odam hissiyot holatga borganda miyadagi limbik sistema, ya'ni hissiyotga mas'ul rayondagi amigdala deydigan bir rayon butunlay harakat qiladi. Amigdala kirgan vaqtda odamda logik bo'lmaydi, to'g'ri xato bilan aplashmaydi. Uning ikkil inkas bo'ldi. Birisi hujum qilish, birisi qech. Mushik hissiyot bo'ldi. Şun bunda vaqtda sizning ochiqlikni keltirgan odam chuqur hujum qilishni tanlaysizlar yoki bo'lmasa qechishni yoki o'zingizga o'ch bo'lishni keltirib chiqaradigan ahvol bor. Shunga mushu odam hayajonlanganda yoki bo'lmasa qattiq g'azablangan vaqtda har qanday qaror chiqarishdan saqlanish kerak. Esingizda bo'lsin, hissiyotning o'zi bir xil tutunga o'xshaydi. U belgilik darajada qo'yib bergandan keyin tutundek chikitib qoladi. Agar siz bu tutunning ichiga kirib olsangiz, butunlay qori bo'lsiz. Hech nimani ko'rolmaysiz. Bundaq vaqtlar chiqargan qaror butunlay mag'lub bo'ladi. İtalyanlarda bir maqol tamsil bor. When game is over, king and pawn return to same box deydigan. İngliz dedim buni men. Bu nima degan gapsa, shaxmat o'yini oxirlashganda podshoh bilan pichka as o'rniga qaytib keldi deydigan. Shunga hissiyot vaqtida sizlar xato qarorlarni chiqarib qolsanglar, bir mezgildagi hamishlar joyiga tushgan vaqtda sizlar o'zingiz chiqargan qarorlar uchun pushaymon qilsizlar. Shaxmat o'yin tutganda pechka bilan podshoh asli holatiga qaytib keldi. Hissiyot bir xil nimaga o'xshaydi? Tutunga. Unda biz qanday bir taraf qilamiz? ABC nazariyasini bir deb ketay. C. A. Affect, ya'ni hissiyot. B. Harakat. C. Cognition. Bilib olish yoki o'zlashtirib olish. Masalan, mening bir do'stim mendan ushlab ketgan bo'lsa, men uni g'asat qilaman. Normal ahvol. Endi normalsiz nada keldi bo'lsa, men bu asatni ifodalashda. Agar men bu asatni xato holda, uning men oldida pilas so'zlagandek, uning taraqqiyotini to'sash uchun ishlasam, yoki uning obrazni xunuklash uchun ishlasam, harakat ishlasam, u chog'da men hasadxo'r hisoblanaman. Cognition degan o'zlashtirish. Agar men uni g'asat qildim, bu normal hissiyotda, bu tutundek ma'lum. Buni men ya do'stimga degan bo'lsam, men g'asat qilyapman deb. Ammo harakatimda uning taraqqiyotiga hech qanday to'sqinlik qilmagan bo'lsam, bu hissiyot tugaydi. Siq kelganda men hasadxo'r hisoblanmayman. Hasadning bo'lishi hasadxo'rlikdan darak bermaydi. Bek diqqat qilinglar. Nurg'un odam ezib ketgan. Tabiiy keladigan bir hissiyot nima deb o'ylab oldi bo'lsa, hasadxo'rkenman deb o'ylaydi. Hasadxo'rkenman degandikin pigmalinibikda haqiqatan da harakatda chataq chiqadi. Hasadning bo'lishi hasadxo'rlikdan darak bermaydi. Ma'lum bir ish xato qilib qo'ydinglar. Gunohkorlik tuyg'usi paydo bo'ldi. Ammo bu tuyg'u ne sizlargizmi men gunohkor ekanman deb olmaydi. Chunki men gunohkor ekanman degan vaqtdan boshlab sizlar gunoh o'tkazib boshlaysiz, harakat ko'taki. Yoki bo'lmasa ba'zi odamlar sizga eskilik qiladi. Eskilik qilgan vaqtda ochingiz keldi. Xo'rlandim men. Bu bir hissiyot bu, tutundek. Bir mezgildan o'tib ketadi. Ammo jiq odam bo'lsa, bir sarkak qilib soladi. Shundan bu o'zligida nimaga aylanib qoldi bo'lsa, ochig'ildigan odamga, mijozchi odamga aylanib qoldi. U mijozchi odamga aylangan kundan boshlab jinsiyatmi shu va? Turmushda oz to'la odamda uni buni yaxshi ko'rak qilish bo'lib qoldi. Nikoh sirtidami yaxshi ko'rak qilish bo'lib qoldi. Ammo bini kontrol qilish bo'ladi. Bu to'g'ri harakat qilmasa bo'ldi. Ammo nurg'un odam ba'zan to'y qilib bo'lgandan keyin ba'zan yaxshi ko'rib qilish nima deb o'ylaydi desa, mendan chataq chiqibdi. Men buzilgan odam ekanman deb o'ylagan kuni harakat ifodalaydi. Bu nuqta bek muhim, D'ni qayta-qayta ko'ringlar, ABC nazariyasi. Mana nuqtada mush D'ni qayta-qayta ko'rmasa tushungan bo'lmaydi. Shunga hissiyot kelgan vaqtda har xil hissiyotlar olganda bu narga siga aylantirib olmaydi.
Men yo'lda ketib berib putlashib ketdim bir narsa. Kalampaylik qildim. Ajab kalampaylik qildim. To'g'ri, ammo men kalampay emas. Kalampaylik qilib qo'yganimga men kalampay degan kundan boshlab kalampaylik qilishga boshlaydim. Shuna hissiyotni ayni siga aylantirib bilish yomon xatarlik. Chunki siga aylanganda bi o'zligidan keldi. Shun men yana bir ogohlantirib qo'ymay, odamda gunoh o'tkazib qo'ygandan keyin gunohkorlik tuyg'usi paydo bo'ladi, Ammo bu tuyg'uga kirib elib, o'zini gunohkor o'ylab olganda, u to'xtamay gunoh o'tkazish ehtimolligi yuqori bo'ldi, xatolik o'tkazish. Mana bu tiyinning qafas kirib qelishi shu. Ma'lum odam o'tmish bir xatolik o'tkazdi. Menimcha xatolik o'tkazish bo'ladi. Birdan bir farqi nima bo'lsa, ba'zidamlar men yaxshilarni qilgango deb siga o'tib ketmaydi. Ammo nurg'un odamlar hayotida oztul xatolik o'tkazib qo'yganlik uchun men bir gunohkor ekanman deb o'ylaydi. Mushuni o'ylagan kun u gunoh o'tkazib boshlaydi. Hatto o'zini jazolash qarab maqdi. Men bir qiziqarli bir misol deb beray. Bir ayol, yosh ayol, bular turmush qurib, bolasi bo'lgandan keyin yo'ldoshi ma'lum bir yurtga paxt tegil borgan va o'lib ketishdan bir kun burun o'lib ketishni ayoli tayf olgan. Sizlarni seg'indim bolalarimni, sizni seg'indim, shunmayma ishlarni qo'yib bir berib kelay desa, ayoli bo'ldi, ishni tugatib kelmaysiz biroqlar 3 kunlik ish qolibdi deb to'sqan. Bu yo'ldoshi rost degandek 3 kunlik ishni qilgan, 3 kundan keyin cho'g desa, qaytib kelgan, qaytish yo'lida o'lib ketgan. Ayolda azoblanib olgan. Azoblanishdan bakari gunohkorlik tuyg'usi olgan. Ya'ni uning o'limi men bilan munosabat. Agar u qaytib kelman deganda, ma'q degan bo'lsam o'lmaydi, mening gapim bilan o'ldi, uning o'limini men keltirib chiqardim dedi. Gunohkor dedi. Bizda ko'pincha jazolanish deydigan bir gap bor. Shun bu qiz har qancha psixikalik davolashni qabul qilibmi saqlanmagan. Ammo bir kuni bu qizni mashina so'qib putini sundirib etgandan keyin andan bu qizning psixik besimi tuvallagan. Chunki men jazolandim degan. Yana o'zining gunohkorlik tuyg'usi bir qatim yeniklagandek his qilgan. Amliyat bunda mavjud emas. Hatto biz buni angsolda mush qiz mashinaning oldiga angli qoldi emas, bilib emas, bilmay putini sundirgan deb faraz qilamiz. Shunga ko'pincha hayotingizda mayli xatolik o'tish tufayli, yoki bo'lmasa ma'lum hissiyot tufayli buni hargizmi o'zingizning salohiyat bitolmaydi. Insonda har xil tuyg'ular bo'ladi. Bu faqat tuyg'u bu. Buni faqat biyni qilmasanglar axloq nuqtasi ko'tarilmaydi. Ammo biyni qilgandan keyin, harakat qo'llangandan keyin bu axloq holati o'tadi. Ammo hissiyotlarning hammasi hargiz nuqul holda bir odamning axloqsiz ekanligini tushundirmaydi. Faqat biyni kontrol qilsa. Ammo bu tufayli men ashundoq odam ekanman deb salsa, harakatdan keyin bo'lib qoladimi? Siyg'il o'zgartib olsa, u mangu musi o'zining shu xil ko'z qarashini. Nachar odam, men eski odam, men gunohkor odam degan mushuni o'ylab olganman, biyni to'xtamay qildi, biyni qilib pushaymon qilib, yana si kuchaydi, yana biyni qildi. Shun ba'zi odamlar o'zi bir xatolik o'tkazgan keyin ayib deb men zodim shundoq odam deydi, yana qilish orqali oni isbotlaydi, buni isbotlab qo'ygandan keyin bu ABC bektekar qiladi. Shu meni shulab aytgan vaqtda odam o'ziga inson bo'lishga yo'l qo'yish kerak. Boshqa misol tursin, odam inson bo'lishga yo'l qo'yish kerak. Biz bir inson. Biz o'zimizdan ilohlarcha sifatlarni talab qilib olsak bo'lmaydi. Odam har xil hissiyot faktorlarida, hissiyot omillarida yashaydi. Bu hissiyotlarimiz tutek bo'ladi. Bundaq hissiyotsiz bo'lsa, u normal inson bo'lmaydi. U bir normal insonlar bo'ldiki, har xil hissiyot yashaydi. Ochiqlaydi, vaqiraydi, boshqalarga havas qildi, yaxshi ko'rib qoladi, o'chulab qoladi. Ko'ngli yerim bulab qoldi ba'zida. Ba'zida ko'ngli yerim bulab qolsa, buningdan ko'ngli yerim bulab, mendan chatoq chiqibdi deb o'ylab. Meni ko'nglim yerim bo'ldi, psixikamdan chatoq deb. Ko'ngli yerim bo'lsa, psixik chatoq chiqmaydi. Hech qanday ko'ngli yerim bo'lmay kulib chuysa, biz uni psixikdan chatoq chiqibdi deymiz. Shu odam ko'ngli yerim bulab qolishmi muhim narsa. Shu psixik sog'lomlik degan doim kulib turish emas. Balki hamma hissiyotlar normal holatda bo'lsa, aningdan keyin normal bo'ldi. Shunga
Ba'zi hissiyotni beyinla cheklasak bo'ladi, uni hargizmi siga bilishga, men mushunda odam ekanman deb bilish eng xatarlik. Shu mayli siz o'tmishingiz nima qilishingiz qat nazar, siz hamon beyinla cheklalisangiz, siz shu kundan boshlab si emas. Ama nurg'un odam tiyindan qafas kirib qolishi davom etadi. Laozi deganimiz Jungo shu ideologiya sohasidagi cho'ng faylasuf, men yaxshi ko'radigan faylasuf. Laozi. Ona bir mashhur gapi bor. Tinch mingiga dunyo taslim bo'ldi dedi. Yani o'zini tutib oladigan mingiga, o'zini tutib oladigan odamga dunyo taslim bo'ldi dedi. Şuna hissiyatdan ibaret bu 5-qiltaqqa hergiz kirib qolmanglar. Bu deganlik hissiyat aloq odam bo'lmanglar deganlik emas. Hissiyat ishi tug'an vaqtda kirib qolmanglar, qora chiqirib qolmanglar, harakat qilib qolmanglar degan. Faqat hissiyatni bir mazgil kuzatsanglar, ash hissiyatni his qilishga yo'l qo'ysanglar, nurg'a odam bu hissiyatlardan qochadi. Hissiyatlarni his qilishga yo'l qo'ysanglar, beyni kontrol qilgacha chiqdi qoldi.